Nima uchun ko'p erkaklar to'q ko'k rangni afzal ko'rishadi? Chunki to'q ko'k shunchaki rang emas. Bu kuch va yashirin kod kabi ishlaydi. Sen hatto bu narsani sezmasliging ham mumkin, lekin u odamni ko'rganingda hoynahoy bu rahbar yo boshliq deb o'ylaysan. Rostdan ham shunaqa. O'zi nimaga unaqa bo'ladi? Chunki ko'k rang bu xuddi hamma narsa nazorat ostida degandek. Ko'pgina rahbarlar va siyosatchilar insonlarni ishonchini qozonish uchun aynan mana shu rangni ishlatishadi. Demak, biznesda ham bu qoida ishlaydimi? Albatta. To'q ko'k bu ko'zga qattiq tashlanmaydi va shu bilan birga sana balans statusini ko'rsatib turadi. Misol uchun, mana shu 3 tasidan qaysi biri ishonchliroq ko'rinadi? Uchinchisi. San kabi ko'pchilik uchinchisini tanlaydi. Chunki psixologiya shundaki, ko'k rang ishonchlikka teng. Va bu rang seni chalg'itmaydi va o'ylashga undaydi. Va to'q ko'k rangda sen shunchaki chiroyli ko'rinadigan odam emas, balki hamma narsani nazorat ostida ushlab turadigan odamga o'xshaysan.